istagan joyga bir navbat bo'ladigan joyga borsangiz, bizda qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Navbat, birinchidan navbat o'zi yo'q, ikkinchidan esa o'sha teshikka, o'sha eshikka hamma o'zini uradi va har tomondan uradi. Yaponiyada bu narsani ko'rsangiz, hech kim tartibda belgilamagan, kim birinchi, kim ikkinchi, kim oxiri deymiz-ku biz bunaqa narsa qilmagan, hamma birin-ketin askarlardek saflanib turadi. Qayerda navbat bo'lsa, askarlardek saqlangan yaponlarni ko'rasiz-da. Har doim hayotda ma'no qidiramiz-da. Shu mana 36 yoshga kirganimdagi topgan ma'noyim shuki, va sodda qilib aytganda, buni diniy kontekstga yo'ymasdan turib aytganda, men uchun hayotning mazmuni ikkita narsada. Birinchisi yaxshi inson bo'lish, ikkinchisi dunyoni biza o'sha topganimizdan, biza ko'rganimizdan obodroq qoldirish. Mana shu men uchun hayotning mazmuni. Bu mazmunga ega bo'lish uchun nima qilish kerak desa, birinchi bo'lib jamiyatni isloh qilish orqali. Jamiyatimizni ochiq aytadigan bo'lsak, o'ziga xos kuchli jihatlari ham bor. Tanqidiy qarasak, isloh qiladiganlarimiz ham yetarlicha-da. Endi bu narsani qanday qilib isloh qilamiz degan savol tug'iladi. Bu yerda bu isloh qilish uchun ikkita muhim institut bor. Bu birinchi institut bu oila instituti, ikkinchisi bu maktab. Bizda ikkita jarayondan qo'limizdan kela oladigani va aralasha oladigani, birinchisi bu maktab. Chunki oila bu har bir insonning o'zining shaxsiy hududi va shaxsiy qadriyatlari asosida shakllanadigan bir maydon deylik. Maktab esa bu jamiyat belgilangan qoidalarni amalga oshirish mumkin bo'lgan joy. Shu nuqtai nazardan mana shu xohish, mana shu niyat, ya'ni dunyoni obod qilish niyati uchun men yechimlar qidirishga kirishdim. Avvallari mana nima xohlashimizni bilamiz, endi buni qanday amalga oshiramiz degan nuqtai nazardan yechimlar topishga kirishdim. Hozirgi dunyoda hech narsani kashf qilishimiz kerak emas. Hammasida tayyor yechimlar bor deb hisoblayman va dunyoning eng o'sha ta'limi rivojlangan davlatlarini birma-bir ichidan chuqur o'rganishga kirishdim. Nafaqat internet manbalari, balki shaxsan o'zim ham ichkariga borib, ko'rib, his qilib, gaplashib, ekspertlar bilan ko'rishdim, maqsad qildim va o'zim uchun dastlabki holatda bir ketma-ketlikdagi davlatlarni tuzib chiqdim. Ta'limi eng yuqori bo'lgan davlatlar bu o'sha Yevropadagi Skandinaviya davlatlari yoki ta'limni butun dunyoga hech mumkin bo'lsa eksport qiladigan Angliya. Hozirgi holatda dunyoga ta'limni yangi modelini taklif qilayotgan Xitoy va shu bilan birgalikda bir jamiyatda bir uyg'unlik shakllantirgan, xarakter shakllangan davlat bu Yaponiya. Hammasini shu ichidan chuqur o'rganishga kirishdim va birinchi manzilni Yaponiya tanladim. Yaponiyada biza eshitgan narsalar bor va men o'zim ko'rgan narsalar bor. Va ko'rgan narsalarimni aytaman va bunga qanday yetib kelganligini keyingi suhbatimiz davomida aytamiz. Men ko'rgan narsalar mana ko'zingiz bilan birinchi bo'lib ko'radigan narsa, his qiladigan narsa jamiyatda bir uyg'unlik borligini, bir-biri bilan bitta haqiqiy jamiyatligini ko'rasiz-da. Ikkinchi jihati mana endi detallarga yondashadigan bo'lsak, istagan joyga bir navbat bo'ladigan joyga borsangiz, bizda qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Navbat, birinchidan navbat o'zi yo'q, ikkinchidan esa o'sha teshikka, o'sha eshikka hamma o'zini uradi va har tomondan uradi. Yaponiyada bu narsani ko'rsangiz, hech kim tartibda belgilamagan, kim birinchi, kim ikkinchi, kim oxiri deymiz-ku biz bunaqa narsa qilmagan, hamma birin-ketin askarlardek saflanib turadi. Qayerda navbat bo'lsa, askarlardek saqlangan yaponlarni ko'rasiz-da. Birinchi mana ko'rgan jihat bu oddiy jihat. Ikkinchisi, masalan, Tokioni ko'radigan bo'lsangiz, butun katta shahar, ko'chalarda birorta ham chekkan insonni ko'rmaysiz. Ko'chalarda birorta ham rus tilida aytganda bichoklarni ko'rmaysiz. Birorta tashlanib ketilgan baklashka, tashlab ketilgan musorlarni ko'rmaysiz. Lekin atrofga kuzatsangiz, birorta musor idishi ham yo'q. Keyin mana metroga chiqadigan bo'lsangiz, metrolarda vagon to'la metroda odam ketayotgan bo'lsa, ham tixa, shunaqa darajada jimjitlikki hech kim qilmaydi. Hamma kimdir kitobini, kimdir telefonida, kimdir o'zining telefonida animesini ko'rib, birovga xalaqit bermagan holatda ketyapti. Biz ketyapmiz, endi biz sal suhbatlashib ketyapmiz. Bizdan boshqa odamning hech kim shovqini ovozi eshitilmayapti-da hozirroq. Mana bu narsa ham bitta mana ko'rgan jihatim. Yana bitta narsani muhim ko'rgan narsam shuki, istagan insonni ko'rasiz, siz bilan muomalaga kirishgandan keyin xushmuomalalik darhol yonadi-da. Muloqotga kirishsa bo'ldi. Va bu ana emasdi, istagan demak insonlar bu taksichiga ham tegishli, bu avtobus haydovchisiga ham tegishli, bu o'sha davlat hokimiyatini rahbarlarigacha ham tegishli. Mana bizani bu yerda o'sha Tokiodagi hokimiyat vakili kutib oldi
ularda ham xuddi xushmuomalalik. Siz ularda tavozesini ko'rib, xushmuomalalik ko'rib, o'zingizga savollar berib yuborasiz-da, qanaqa. Ya'ni bu hammaga tegishli bo'lgan ko'nikma. Shu kabi va yana bitta narsani ko'rgan narsam empatiya. Ya'ni har doim birorta narsa bo'lsa, siz o'rningizga qo'yib o'zini o'ylaydi. Endi bu narsani ham mana ko'rgan joyim, biz bir Shibuydagi universitetga bordik, texnologik universitet. Bu haqida ham yana alohida to'xtalaman. Shu universitetda kutib oluvchi u yerdagi vakil tepadan pastga tushgancha bir 3-4 daqiqa past kutishimizga to'g'ri keldi. Bizga security охрана kelyapti. Tashqari turibmiz, kun biroz sal issiqroq. Ichkari kirib olinglar, issiq bo'layapti deb turib taklif qiladi. Ya'ni u his qilyapti, ko'ryapti, tashqari mehmon keldi. Harorat issiq. Demak, ichkari kirib olishdi, o'zi kelib aytayapti. Yaponiyani aytish mumkin bo'lsa, hamma joyda instruksiyalar davlatida. Oddiy kichkina narsalarda ham instruksiyalar ko'rasiz. Endi bu qanday shakllangan degan savol paydo bo'ladi. Va bu savolning javobi aniq topilgan narsa bu maktabda. Maktabda ko'rdik. Shu ta'lim turini tashkillashtirib berilgan Shohroq akaga alohida minnatdorchilik bildiraman. Ular bilan shu mavzularda shu 7 kun davomida to'xtovsiz suhbat qildim-da. Mana shu yaponlar qanday qilib buni yapon bo'lgan degan nuqtai nazardan suhbat qildim. Ularni aytib bergan bo'yicha va o'zim research qilgan bo'yicha 5 ta yapon qilgan bir ko'nikmani belgilab oldim va shu ko'nikmalarni bugungi videoda birma-bir aytib bermoqchiman. Men aytishim kerak, yapon tilida talaffuzim ham yo'q, yapon tilini ham bilmayman va yapon tili juda qiyin ekan. Masalan, so'zlarni yodlab qolish ham rosa qiyin ekan. Boshqa tillarda, masalan, ingliz tilida notanish so'z kelsa birdaniga qulog'ingizga tushadi va ikkinchi martada uje eslab qolasiz. Lekin bu yerdagi so'zlarda qiynaldim. Shuning uchun ayrim narsalarni ko'rib olib aytib ketaman. Birinchi ko'nikma bu va degan ko'nikma. Ya'ni bu narsani ko'rasiz, jamiyat bu uyg'unlikda borda, xuddi bir tirik organizm va bir-birini tiyib turadigan organizm sifatida ko'riladi. Bu o'sha Yaponiyaning eng kuchli jihati shundaligi ko'rinadi. Mana ko'rsangiz, mana bu narsani ko'p futbolda ham ko'ramiz-ku. Yaponlarda aytish kerak bo'lsa, oxirgi jahon chempionatida ham natijalari yomon emas. Shu yomon bo'lmagan holatda ham ko'rsangiz, jamoada bir-birini xuddi 11 ta jamoa a'zosi bitta insondek, ya'ni bitta organizmdek harakat qilishdi-ku, masalan. Bu narsa jamiyatda ham xuddi shunaqada. Ya'ni u yerdan individuallik emasda, ko'proq o'sha jamiyatda, jamoaviylik juda ham kuchliligini bu narsani ko'rdim. Ya'ni mana bu yerda hozir keyingi ko'nikmalarda ham keladi bu narsa. Mana shu uyg'unlik qanaqa ta'minlangan desak, shu uyg'unlikni ta'minlab beradigan ko'nikmalar keyingi 4 tasi shu uyg'unlik ta'minlab beradigan ko'nikmalar. Keyingi ko'nikma nomi bu omayari degan ko'nikma. So'ramasdan g'amxo'rlik qilish deyish mumkin o'zimizning tilda ifodalasak. Men o'zim ham his qildim. Bir kun yengil yomg'ir yog'yapti, ketyapmiz ko'chada. Bir notanish yapon ayoli kelyapti-da. U yapon tilida turyaptiki, imo-ishora bo'lsa ham tushuntiryapti. Do'konga kirsang deyapti, anaqa bor, zontik bor. Shuni olishing mumkin. Notanish ayol, nima deydi, mendan shu ehtiyoj borligini bilyapti-da, o'zi so'ramasdan turib g'amxo'rlik qilyapti. Bu narsani hamma joyda ko'rasiz-da. Restoranga kirsangiz ham kirishingizga qo'lingizga o'sha nam sochiq berishadi. Yoki qish kunda borsangiz, unga iliqroq bo'lgan sochiq berishadi. Ya'ni bu so'z bilan aytganda, sizni har doim so'ramasdan turib g'amxo'rlik qiladi. O'zi aslida bizda ham so'ramasdan turib g'amxo'rlik qilish bor, faqatgina yaqinlarimizga qilamiz-da bu narsani va yaqinlarimizga ham hamma ham qiladi ham deb hisoblamayman. Lekin bu begona, notanish shaxsga ham so'ramasdan turib g'amxo'rlik qilish, buni yaponlarda bu ko'rinadigan jihat. Keyingi muhim jihat, bu narsani hamma joyda ko'rasiz, meiwaku degan ko'nikma. Ya'ni bu bir so'z bilan aytganda, birovga ozor bermagin, biz tilimizda aytganda, birovga ozor bermagin, birovga malollantirib qo'ymagin degan bu narsani hamma joyda ko'rasiz-da. O'zi aslida mana suhbatimda aytib berdim-ku, podyezdda qoldirilgan skuterda aytib berdim-ku, u skuterda o'zi aslida o'sha meiwakuda o'zlari birovni malollantirib qo'ymaslikning bitta ko'rinishi. Bu narsa maktabda ham o'rgatiladi. O'sha joyda yapon hamjamiyati bor ekan, hamjamiyatida o'sha o'zimizdagi o'zbek yigitlar bor ekan, ulardan ham xuddi shu narsa bo'yicha suhbatimiz asosan shu mavzuda bo'ldi-da. Shu qanaqa shakllanadi o'zimizning o'zbeklarni farzandlarini yapon ta'limini berayotgan joydan so'rab, qanaqa shakllantirsa, bu ana bir kun karantin vaqti edi, onlayn miting qilayotgandim. Uyimizda endi hamma Yaponiyada anaqalar ham pastroq, gipsokarton qilingan ovozingiz qo'shni xonaga eshitilishi odatiy holda. Zoom meeting qilib gaplashib o'tiribman dedi. O'g'lim kelyapti-da, ovozim sal ko'tarilgan edi. Dada dedi, sizni ovozingiz biroz ko'tarilyapti, bu qo'shnilarga xalaqit bermayaptimikan deb o'g'lim so'rayapti.
ana u tugagandan keyin. Ya'ni bu degani shu birovga malol keltirmaslik. Har bitta maktabda bola uchun individual o'zlariga uyda bajaradigan mashg'ulot topshiriqlar berib yuboradi. Qanaqa korobkalari bor, gullari bor. O'sha narsani masalan podyezdda tashqarida qoldirsa, bu o'tayotgan odamga xalaqit bermayaptimikan degan narsani ham aytadi. O'zi o'g'lim ham deydi, meni har doim deydi, o'qib yuradi deydi. To'g'rilab yuradi deb aytibdilar. Birovga malol kelmaslikni ham o'sha yaponlarda bir ko'nikma darajasiga chiqarilgan. Keyingi ko'nikma bu kuki wo yumu degan ko'nikma ekan. Bu so'zni ham birga bir tarjimasi bor. Farosatingni ishlat deymiz-ku. Va bu ulardan havoni o'qish degan tushuncha bo'ladi. Xonaga kirdingmi, xonani his qilgin. Biror narsani bilsang ham kerakli vaqtda jim turishni bilgin, kerakli vaqtda oldiga chiqishni bilgin, farosatingni ishlatgin degan ko'nikma bor ekan. Bu ham o'sha yaponlarda buni endi biz aytamizku, farosat o'rgatib bo'lmaydi, farosat odamda bo'ladi deymiz. Yaponlar unaqa demaydi, farosat bu tarbiyalanadi va bu mashq qildilar. Buni endi keyingi videolarimizda tushuntiraman. 5-ko'nikma gan baru degan ko'nikma ekan. Jiddiy jahd qilgin deymiz yoki oxirigacha borgin deymiz. Birorta ishga kirishdingmi, bo'ldi, bor kuchingni sarflagin, ya'ni yarim energiyang bilan, yarim kuch bilan kirishmagin va oxiriga yetkazgin degan ko'nikma. Bu ham har bitta yaponlarda bu narsani ko'rasiz-da, bu narsani. Mana shu ko'nikmalar orqali demak bir jamiyat uyg'unlikda. O'sha endi bu ko'nikmalar endi qanday shakllanishini keyingi videolarda batafsil to'xtalamiz. Suhbatimiz boshida aytdingiz, Yaponiyada eng katta yadro xulosa nima bilan kelding desangiz, yadro xulosa shuki, tarbiya faqatgina nasihat, pand yoki inkor bilan, qilqima bilan emas, tarbiya mashq bilan o'rgatiladi va mashq orqali tarbiya shakllantiriladi degan bir asosiy yadro fikr bilan, xulosa bilan keldim. Endi shu narsani qanday amalga oshirishni PDP School loyihasida bu narsani bir ko'rib borasizlar va shu bilan birgalikda bizlar hozir yana bitta loyihani ustida ishlayapman. Farzandini xususiy maktabga bermoqchi, yaxshi ta'lim olishini xohlaydi, lekin moliyaviy imkoniyati yetarli emas. Ular uchun ham alohida qilyapman. Ya'ni shu PDP School loyihasidagi mahsulotni kichikroq va budjetliroq formatda olish mumkin bo'ladi. Endi maqsad nima? Maqsad ko'proq jamiyatga xizmat qilish. Bugungi videomiz asosiy xulosalari shu. Mana bu videoda yapon qilgan ko'nikmalar haqida gaplashgan bo'lsak, keyingi videoda endi bu narsa qanday amalga oshiriladi degan videolar masalalarga to'xtalamiz. Bu videolar hammasi tartib bilan bir 7 ta seriyali qilingan. Bu o'sha seriyani birinchisi hisoblanadi. Har kuni mehmonxonaga qaytganda o'sha ko'rgan narsalarimni research qilaman-da. Ertalab bir 10-11 gacha kelib, kechqurun 1-2 bo'lib ketadi, ko'rib, keyin ertalab Shohrux aka bilan uni muhokama qilaman. Mana narsani ko'rdim va bu ko'nikma ekan, qanaqa shakllangan desam, o'zlarini fikrlarini aytib beradi. Qayerda ko'rsam, bitta Shohrux aka emas, u yerda bizani olib yurgan Akbar aka yoki o'sha yapon hamjamiyatidagilar bilan o'zim tilimda suhbatlasha oladigan inson bo'lsa, ular bilan o'sha narsani muhokamalar, doimiy muhokamada bo'ldim. Keyin yana yaponlarda bitta narsani ko'rmadim mana. Tilga juda no'noq, lekin ingliz tili esa juda qiyin. Bo'lmasam Yaponiya bu megapolis, turistlar keladigan davlat-ku, lekin shunda ham ingliz tili juda qiyin masala.